başsınız. Пожалуйста. Güzel koşular. Bugün sende toydur. Keldik boyunga. Kayda bulmayı halkım mehrin canında. Kuvonçtan gözlerim parlaydı bugün. Mastana sözlerim yangraydı bugün. Ötkenler ruhları kollasın bugün. Kutlap keldik toyunu dostlarım bugün. Sizge hizmetdamiz aziz mehmonlar. Kutlap kelgan toyunu barcha insonlar. To'kin dasturxonu davra sizniki, sho'x xush o'yin yalna sizniki. Yuragimiz mehri mudom sizniki. Xush kelibsiz to'yga aziz mehmonlar, davramizga fayz bo'lgan aziz insonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun har ikkala sulolalar Sharipovlar xonadonida, Arnozarovalar xonadonida to'y. Bugun xonadon sohibalari To'lg'anoy opamiz, Komiljon akamiz, Murod akamiz, Jahon opamiz xonadonida quvonchli ayyomlar. O'zlarining oq yuvib, oq qaragan o'g'il farzandlari, qiz farzandlari mana bugun siz u bizning ko'zimiz o'ngida turgan kuyov Baxtiyor.
Kelin Maysa xonimlarning bugun baxt to'ylariga tashrif buyurdik. Hurmatli aziz mehmonlar, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, xush kelibsizlar deymiz. Bugungi to'yimiz sababchisi To'lg'anoy opamizning o'g'illari Baxtiyor, Jahon opamizning qizlari, kelinimiz Maysa xonlarning bugun baxt to'ylari. Kuyov Baxtiyor, kelin Maysaxon. Men sizlarga Allohdan baxt, baxtdan taxt, taxtdan boshlaringizga oltindan toj, ishlaringizda rivojlanib qolar ekanman. Yana bir bora yoshlar, bugun mana İstanbulning ajoyib bir kunida 15-iyul 2021-yil tarixida Toshkent Plaza düğün salonida sizlarning baxtli ayyomlaringiz bo'lib o'tayotgan ekan. Dunyoda baxtliman deganlardan ham baxtli bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov Baxtiyor, bugungi kunda mana kuyovlik libosiga ega bo'lgan ekansiz. O'zingizga, jismingizga yarashib turgan kuyovlik libosingiz muborak bo'lsin. Yoningizda oy parchasi kelinoyim Maysaxon ismli kelin sizga yod muborak bo'lsin. Kelin xonim Maysaxon, mana bugungi kunda oq libosli, oppoq libosli kelinlik libosiga ega bo'lgan ekansiz. O'zingizga, jismingizga yarashib turgan kelinlik libosingiz muborak bo'lsin. Yoningizda arslon parchasi Baxtiyor ismli yor sizga muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli aziz mehmonlar, Nasibaxon, Jahon opa, to'ylar muborak bo'lsin. Boshlanan to'ylaringiz o'g'lindan bo'lsin. Juda baxtli ko'shki ayvon uylaringiz. Mana bugun kelin oldim deb, qiz chiqardim, kuyovli bo'ldim deb xursand bo'lib turibsiz. Umrlik bo'lsin shu mutluluklar. Baxtli bo'lsinlar. Sizlarga quda-qudag'aylar to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi Nasibaxon, bugun sizlar shu yerda To'lg'anoy opamizga, Ruslanbek amma hola doylarga men aytaman, ko'z aydinmi. Gözünüz aydın, to'ylar muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin, sizga kuyov muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin bu to'ylaringiz. Jannat gulzoriday joylaringiz, orzulab qilgan to'ylaringiz, orzuli to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu baxtli onlar barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Endi Nasibaxon qarang, bugun endi To'lg'anoy opam shu yerda yo'q ekanlar. Yana bir bora To'lg'anoy opamizga to'yni muborak qilgan holda mana shu qarindoshlar uchun siz durgan ekansiz. Sizga qayta to'ylarni muborak qilamiz. Qarang mana shu Maysaxon singlimizga, kelinimizga boshlariga oq xariddan ro'mol solib, boshlariga oq xariddan ro'mol solib, qutlug' xonadonga xudo bo'lib, ibo bo'lib, baxtli taxtli kelin kelibdi. Ana endi amma xolalar, qaynbeka go'rimchalar, shoshilmaysiz shu kelinni sarpolarin ko'rmaka. Qarang, adabiy ikromi bilan, sarposi bilan bugun baxtli taxtli kelin keldi. To'ylar muborak bo'lsin. Jahon opa, sizga aytamiz, qudachilik, ming yilchilik bo'lsin. Xudo xohlasa To'lg'anoy opamiz xonadoniga qo'shasidan oltin beshiklarni, oltin belanchaklarni olib keladi. To'ylar bo'lib deb kelib, ko'z oydinlar aytib o'tirish sizu bizga nasib qilsin deymiz. Yana bir bora sizlarga to'y muborak bo'lsin deymiz. Endi shu yerda hurmatli aziz mehmonlar, o'tganlarni yod aylab o'tamiz. O'tganlarni yod etmoq sizu bizga farz. Ana shu farzni ado etmoq har birimizga qarz albatta. Shunday ekan, o'rinlarimizdan bir daqiqa turgan holda shu dunyodan o'tganlarni, payg'ambarlarimizning ruhlarini yod aylab, ota-oyi duolarimizning ruhlarini shod aylab, o'zlarimizni ichimizdan bilgan duolarimiz bilan bir daqiqa bir sukut saqlaymiz. O'rinlarimizdan turgan holda içimizden bilgen dualarımızı sessiz olamiz, bir dua Fatiha qilamiz. O'tganlar ruhiga kelinoyim siz egilib ta'zim qilib turasiz. Hayat bo'lsa yo'limizga chiqib turmasmaydi. Göz aydınlığı aytıp so'rashmasmaydi. Gelin geldi deb quvonib turmasmaydi. Komiljon akamizning yotgan yerlari yaxshi bo'lsin. Joylari jannat makon bo'lsin.
Mana şu dünyadan ötkenlerin, evliya ambiyalarımızın, 124 bin peygamberlerimizin ruhları şad olsun. Mana şu anayı babalarımızın, atayı analarımızın ruhları şad olup, yatkan yerleri yaktı olsun, joyları cennet mekan olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, katta rahmet. Ana endi yana yaxshiliklar qilamiz. Murod etdingiz, shu kunlarga to'ylarga yetdingiz. Daryolar dashib murod etdingiz. Do'st yorni yig'lab bugun to'yga chaqirdingiz. Hurmatli aziz mehmonlar, har tarafdan mehmonlar geldi. Mana Türk vatandaşlarımız, O'zbekiston, Turkmaniston, Dışavuzli her yerden bugün mehmonlar var. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Xush kelibsizlar deymiz. Endi mana shu fursatdan foydalanib, mana shu to'yni ochiq deb e'lon qilib bersalar, mana shu xonadon qarindoshlaridan Ruslanbek og'amiz bugungi to'yxonamiz mehmoni ekanlar. Xush kelibsiz, to'y muborak sizga. To'yni ochiq berish uchun Ruslanbekga mikrofonni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Baxtlardan maysada mahsul olsunlar. Xonadonimizda to'y bo'limi bor. Xush kelibsiz. Yeni ushbu hurmat sizga uchun. Katta rahmat Ruslanbek, sizga ham ushbu to'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli aziz mehmonlar, mana Ruslanbek og'amiz o'zlarining chiroyli to'y tabriklari bilan to'y dasturxonini ochish deb e'lon qildilar. Ana endi mana shu oldingizga tortilgan noz-u ne'mat ovqatlardan yeb ichib o'tiraverasizlar. Hammangizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Hurmat ila kelin bilan kuyovni o'z o'rniga o'tirishlarini so'raymiz. Marhamat kuyovlar, ochishlik. Mana shu oldingizga qo'yilgan noz-u ne'mat ovqatlardan yeb ichib hasrat o'tiraverasizlar. Endigi bo'ladigan ashula o'yinlarimiz bilan to'y davrasini davom ettiramiz. Bugun mana shu to'yni bir umrlik video tasmalarga effekt qilayotgan mana Samir video studiyasi yigitlari bugun xizmatingizda. Hamda DJ Ruslan boshchilik bugun xizmatingizda bo'lamiz. Xudo xohlasa, endigi bo'ladigan ashula musiqalarimiz bilan to'yimizni davom ettiramiz. O'yinlar bo'ladi. Mana shu o'yinlarga barchangizni davramizda kutib qolamiz. Marhamat Ruslan
Tasarım.net. Изменяю своим принципам.
nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blur the street lights, work as a guide to memories that will make it tonight. But yeah, we'll make it tonight. Yeah. Do anything that I feel like I wanna do. I'm living.
shu mehmonlarimiz qadam ranjida qilganlar. Keling endi mana shu aziz mehmonlarning to'y tabriklari bilan to'y davrasini davom ettiramiz. Yaxshi niyat bilan to'y egasizlar. To'y egasi hurmatini qilibsizlar. To'y xonamizga kelib, chiroyli davra qilib o'tiribsizlar. Keling mehmonlar, tabriklaymiz to'y egalarini. Odamizon o'tmagan hech armonda, qarang bugun nikoh to'ylari shu xonadonda, shu kunlarga yetgay. Har mo'min, har banda, keling mehmonlar, tabriklaymiz to'y egalarini. Hurmatli aziz mehmonlar, bugun mana shu xonadonni baxtiyor bilan maysaxonlarning ajoyib bo'ylarini ko'rib, chiroyli to'ylarini ko'rib, kuyov to'rani yaqinlari jo'ralar tashrif buyurishgan ekan. Endigi ilk bor tabrik navbatini mana shu yerda damat bilan arkadaşları jo'ralarini mandorimizga taklif qilaman. Ismlari Mardon, Davlat, Aziz, Rasul, Baxtiyor, Askar. Marhamat, ismi chiqqan yigitlar, chiqmagan jo'ralarni mana shu yerga davramizga man taklif qilaman. Marhamat yigitlar, xush kelibsizlar. Davlat, Aziz, Rasul, Baxtiyor, Askar. Kelinglar yigitlar, kelinglar. Yigitlar, men sizlarni mikrofon qarshisida taklif qilaman. Kuyov jo'ralari. Amon, Ruslan, Amonbay. Marhamat keling. Yigitlar, marhamat kelinglar. Mikrofonimiz sizga muntazir. Chiroyli tabriklarni bildirasiz, chiroyli bir to'stlarni aytasiz. Undan keyin sizlar uchun chiroyli bir musiqalarimiz bo'ladi. Yigitlar, xush kelibsizlar. Kuyov jo'ralar, marhamat. Şöyle mikrofonu yakın tutasınız. Baktı. Aman ansattım. Kızı var mı? Bak bu yakşı. Tamam. Oraya mı geldik? Korkan! Yedi yıldan beri tanıyorum seni dostum. Kıyınında, yanımda boğansan can dostum. Sen bilen birlikte bu hadi, bu adam dostum. Köşelere baktı seni sallama. Kazançları gördüm ben babam. Bak bu! Bakın! Bakın! Ama hala Sağ olun.
Yok.